Salom barchaga. O'tgan videoda sizlarga maxsus trade strategiyasi haqida ma'lumot bergan edim. Ba'zi guruhlar bor degan edim, bilasizlar. O'sha guruhlar o'zlari token chiqarib, o'sha tokenlarni yurg'izishadi. Va videoning ostida hatto ikkita kashalog ham qo'ygan edim. Mana bu adreslardan o'sha guruhning adreslari deb. Hozir o'sha guruhning adreslari aktiv emas. Va ba'zi savollar tushdi menga, o'sha guruhlar aktiv emas, o'shani qanday davom etsak, qanday kuzatsak bo'ladi deb. O'shaning uchun sizlarga qisqacha o'zlaringiz qanday topishingiz mumkinligi haqida ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda Solskanga kelamiz. Endi bu guruhlar ko'pi KuCoin va Binance birjalaridan o'sha kashaloglarga token yuborib, o'zlari token chiqarishyapti. KuCoinni birjasidan keladigan KuCoin kashalogi mana bu. Ko'rib turibsizlar. Buni ham video ostida qoldiraman. Masalan, kashalogni kelib kopiyalagandan keyin o'zlaringiz agar topmoqchi bo'lsangiz, Solskanga kelasizlar. Solskandan o'sha kashalogni, KuCoin kashalogini yopishtirib ustiga bosasizlar. Bu yerda transferlarga kelsangiz, mana qarang, KuCoin yozyapti. Transferlarga kelsangiz, kashaloglarning KuCoin birjasiga yoki KuCoin birjasidan kashaloglarga transferlarini ko'rsangiz bo'ladi. Ham Solana hamda boshqa tokenlarni. Faqatgina Solanani bossangiz, faqatgina Solana transferlarini ko'rasiz. SPL'ni bossangiz, faqatgina tokenlarni transferlarini ko'rasiz. Ya'ni bu tokenlar KuCoin birjasiga yuborilyapti yoki olinyapti. Men Solanaga bosaman sizlarga ko'rsatish uchun. Endi sizlarga aytganimdek, bu yerlarga masalan ba'zi yangi kashaloglar ochib, o'sha ichiga Solana tashlab, o'sha tokenlarni bosa boshlaydi. Mana bunaqa emblemani ko'ryapsizlar. Mana bu yerda token creator degan emblema chiqyapti. Token bosgandan keyin mana bunday emblema kelib chiqadi. Shundan bilsak bo'ladiki, demakki bu adres kashalog o'sha Panfanda yoki boshqa joyda token chiqargan degani. Endi buni filtr qilamiz, chunki juda ham ko'p mayda-chuda ko'rganingizdek tokenlar yuborishi mumkin. Bizda asosan sizlar ko'rsatmoqchi bo'lgan o'sha guruhlarim ko'proq token yuboradi. Buning uchun oldin Solanani bosasiz, keyin mana bu yerga amount deb masalan 40 va 100 yozamiz. Ya'ni bu degani 40 va 100 Solana orasidagi tokenlarni olib kelgan degani, Solanalarini. Mana ko'rib turganingizdek 40 va 100 orasidagi kashaloglarga yuborilgan tokenlarni kelib chiqardi. Mana buni qarang. 1 soat oldin KuCoindan, bularga adashtirib yubormang, KuCoindan kelishi kerak, chunki KuCoindan mana bu kashalogga 64.99 Solanalik o'sha Solana kelgan va masalan ichiga kiramiz buni. Ichiga kirgandan keyin defiga kelsangiz, bu yerdan 17 sahifa bor. Buni 100 salikka olaman. Sizlarga ko'rsatish uchun. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Create token degan va Panfanda ishoratini ko'ryapsiz. Demakki bu o'sha kashalog Visual degan tokenni bosgan Panfanda. Buni masalan ko'p bu yoqqa kelsangiz, mana bu yerdan kontrakt adresini olamiz. Sizlarga ko'rsatish uchun kelib, mana bu programmamiz bor. Buni Dex Screener'ga qilsangiz ham bo'ladi siz. Bu ham juda ham yaxshi bir programma. Buni haqida ham sizlarga video olib ko'rsataman. Mana qarang. Ko'rganingizdek, men aytgan strategiya o'sha Panfanda 30-40 orasida qilib, oxiri nima qilgan? Radiumga chiqarib davom ettirgan. 206 gacha. Ko'rganingizdek, demak bu bizning guruhimiz. Mana bu yerda zaten men sizlarga aytib o'tay, bu hozirgi vaqtda men aytgan guruhlarda 64.99 99 mana bular hozir men aytgan o'sha strategiyani bo'yicha ishlatgan guruhlar. Mana qarang, yana bir 99 lik Solana kelgan. Bu kashalog ustiga bosamiz. Defactivitesi kelamiz. Qarang, bu OPT degan token bosishibdi. Buni ham tekshirib ko'rish uchun kelamiz. Siz Dex Screener ishlatishingiz mumkin. Mana qarang, ko'ryapsizmi? Men aytgan strategiya. Bu yerda Panfanda sotib, tokenni tugagandan keyin
radiumga chiqarishga qaror beribdi, rakpul qilishmabdi va hozirda narxi 136. Shu tariqa o'zingiz kuzatib borib, kelgan zahoti yo'q, masalan, birinchi token chiqqan zahoti yo'q, kelib mana bu yerda nima qilishingiz mumkin bo'ladi? Kuzata boshlashingiz mumkin bo'ladi. Qaror qilsangiz yoki radium chiqqandan keyin o'zingiz sotib olsangiz bo'ladi. Hatto bu programmada tracker degan joy bor. Buni foton degan darsim ham bor edi. Fotonda ham qilsangiz bo'ladi. Trackerga bosib masalan, o'zi mana bu yerda adashib ketdim. Bu yerda trackerlarda nimalarni ko'rsatadi. Track yozgandan keyin bu yerlarga hangi track qilgan, ya'ni kuzatayotgan kashalogingiz nimani olib sotyapti, uni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda wallet tracker bor. Wallet trackerga add kashalog deb o'sha adresni yopishtirib, bu yerga o'zingiz masalan nom berasiz. 64 1 deb yoki o'zingiz boshqa bir ism ham berishingiz mumkin. Add kashalog desangiz va alert degan narsa va xohlasangiz buni yoqib qo'ysangiz, bu nimaga yaraydi? Agarda token o'sha kashalog token bosgan zahoti yo'q, mana bu yerga kelib chiqadi, hatto ekranga ham sizlarga nima beradi? Ogohlantirish beradi. Shu tariqa bu yerdan KuCoin'dan o'sha adreslarni kelgan zahoti yo'q, chunki darrov bosmaydi. 2-3 daqiqa yoki 5-6 daqiqadan keyin o'sha panfanda bosadi, kuzatuvga olishingiz mumkin. Yoki hatto bilasizlar, Telegramda ham wallet tracker bor. Ular orqali ham albatta kuzatsangiz bo'ladi. Uni ham aytib o'tay. Bu program ishlatmasalaringiz. Mana qarang, 3-kashalogimiz yoki 2-sahifaga o'taman. Yana ko'rsatish uchun sizlarga. Bu davom etamiz. Qarang, bularda yo'q. Kalitchadan bilsak bo'ladi. Mana qarang, kalitchadan. Bular lekin bizda nimamiz emas, boshqa guruh, boshqa narsalar. Yani oddiy. Hozir men aytgan kriteriyalarga to'g'ri keladigan, mana qarang, men aytgan kriteriyalarga to'g'ri keladigan yana ikkita bor. Ko'ryapsizmi? 64 99 99 99. Ichiga kiramiz. Defiga kelamiz. Qarang. Ko'ryapsizmi? Baby Mew degan token paydo qilibdi. Buni ham kelib tekshirib ko'rasiz. Mana qarang, kecha chiqargan va $100 ga 100 ming market capgacha yurib bergan. Bu KuCoin tarafida, uzr, shuni o'chiray. Bu KuCoin tarafida aytib o'tganimdek gruppa ikkita, yana bittasi Binance birjasidan keladigan bitta gruppa bor. Buni ham aytganimdek filtrlasangiz bo'ladi. Bu gruppada 69 99 lik bitta gruppa bor. Mana bu. Qarang, bu yerda bitta narsa bor, lekin 49 bo'lgani uchun bizning gruppa emas. Odatda 69 99 yoki yani bunaqa solona yuborib, bu ham token chiqaradi. Buni ham o'sha ko'rsatib o'tganimdek filtrlab topishingiz mumkin bo'ladi. Binance dan keladi. Buni ham Binance adresini ham videosida qoldiraman. Ichiga kiramiz kashalogda. Mana qarang, prompt degan o'sha biz aytgan guruh prompt degan token chiqaribdi. Uni ham kelib tekshirib ko'ramiz. Tezroq o'tkazaylik. Bu anchagina o'sgan. Bu 1.6 milliongacha o'sgan ekan va kecha chiqqan. Bu yerda aytganimdek qarang, yana shu yerda men aytgan strategiya 30-40 atrofida panfonda sotgandan keyin radiumga chiqqan va 1.6 milliongacha o'sib bergan ekan. Bu Binance'dagi. Shu tariqa o'zingiz o'sha men aytgan guruhlarni topib, o'zingiz menga muhtoj bo'lmasdan o'sha tokenlarni topib savdo qilsangiz bo'ladi. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa albatta Telegram kanalimdan so'rashingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha